barchaga YouTube ahli, bugun sizlar uchun необыкновенный bo'lgan bitta apparat ko'rsatamiz. Ya'ni sotilayotgan apparatni, xudo xolasa eng yaqin tanishimiznikini ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu yerda juda ham ko'p narsalar bor. Hammaga ilinamiz va videoni boshlashdan oldin like va podpiska bosib qo'yasizlar. Tayyor bo'lsanglar, ketdik. Aka. Oho. Assalomu alaykum. Eyva, alaykum assalom. Kelib qoldingmi? Salomatmisan? Nima gap aka? Apparatlar sotilyaptimi? Endi tirikchilikni yangidan boshlaymiz deyapmiz-da, xudo xolasa. Ko'rsatang. Qani? Qani, bismillah deb ko'rak. Oho. Mana kolleksiya qo'yibsiz aka. kolleksiya. Bular hammasi ishlaydigan, chotki podvayt qilmaydigan narsalar, lekin me'yorida gazni berib ishlatsa ishlaydi. Oshig'i oshiqda. Oshda ham bir lagan yegan, ikki lagan yeb qo'ymaysan-ku. Xuddi shunaqa narsa-da. Xo'p, birinchi grand pultdan boshlaylik. Grand pult bor ekan. Tak, bu 10 kanalli ekan. Orqa taraflari yaxshi. Pauzukalar yaxshi hammasi? Hammasi yaxshi, remont qilingan, yangi qilingan mana, yangi. Riverlari hammasi ishlaydi. Xo'p, yana bitta pultimiz bor ekan. Qanaqa pult? Bu 10 kanalli ekanda. Bu ham 10 kanallik. Buni ham hamma narsasi ishlaydi. Xohlasa usilitlga qo'yib ishlatsa bo'ladi. Poznikalar ishlaydi hammasi. Chotki joyida mana даже переходник qilib qo'yganmiz, qiynaladigan bo'lsa. Mana bu orqasi palchikda hammasi to'rtalasi ham. Bu переходниклari bor, ikkita jufti bilan. Aqsh nurlar hammasi. Kolonkalar kesak. Qanaqa 12 dyuymmi bular? Va 12lik. 12 size kelganda bu. Buni parasi bu yerdagi pishalkasi yo'q ekan. Lekin dinamiklar ishlaydi hammasi. Ishlaydi, dinamiklar ishlaydi. Keyin pastda mana 15 dyum bor ekan. Bu ham bir para. Bu ham bir para. 15 dyum tuxum pishalkalari bilan ishlaydi bular. Ishlaydi, garantiya bular barisi. Hop. Nima dinamik bular? Ikkalasi bir xilga o'xshayapti. Ikkalasi bir xil. Faqat uni ustidagi chamadani boshqacharoq. Korobkasi boshqacha. Xo'p, bu yerda 12 dyum bor ekan yana. Qanaqa bu? Bular bezatkasi ishlaydigan mazza narsalar. Bu nizovoy qilingan ekan-da bu. Bular nizovoy variant ekan, hozir parasi ishlatsa bemalol ishlaydi. Buni aytayapman-ku, buni hozir bunday olganda umr sherik bo'lyapti-da bu. Yo'q. Bu bezatkas, bez remont to'g'risini aytsam 10 yildan oshiq ishlayapti. Hech qanaqasi yo'q buni. Bemalol bez kaprisniy ekan, men 5 ketdim lekin bunga. Gap yo'q. Bu formatiga o'xshar ekan bu korobkalar. Formanta bu korobkalar sovetskiy времен og'ir. Juda dinamiklar. Bular endi hozir ana qilsak bo'ladi, lekin mana bular ishlatsa bo'ladigan narsalar bular barisi. Ishlaydi hammasi, lekin gap yo'q. Transformator ham ishlaydi? Transformator ishlaydi. 5 kilovatligimi? Endi bilmadim bunisini, lekin hali podvayt qilgan yo'q shu vaqtgacha. Asosida zo'r ishlab turibdi. Xo'p, komplektlarda nima bor ekan bularda? Komplektda endi mayli udilnitel berib yuboramiz. Mana shunurlar bor. Ikkita mikrofon line bor. Mana yangi aqsh shunur qaysi komplekt to'g'ri kelsa berib yuboramiz. Mana shunurlar bor. Sitvoylar. Tak. Distansionka ham eski vipiska, birinchi vipiskalari. Bular ancha uzoqdan oladi. Kronada ishlaydi, lekin buni sotgim kelmay turibdi. Bu yaxshi-da. Aytganni qiladigan. Yo'q, pulni gaplasak beraveramiz deng. Kelishsak beraveramiz. Kelsak beraveramiz deng. Mana endi ana qiladigan bo'lsak, mana bu yerda mana shunurlarimiz bor. Tak. Mana yangi mikrofon shunur. Mana bu ham zapas. Mana bu ham kolonka shunur. Mana mikrofon shunur ikkita bir xil. Geliviy olingan
uncha qotib qolmaydi. Mana bular ham mana mikrofon shunur bu ham bittalik bu. Bo'ldi. Mana bu da bilmadim endi nima bor ekan bunda. Hozir ko'ramiz. Bunda ham shunurlar ekan. Komplekt shunurlar. Mana mikrofon shunur и ikkita kolonka shunur ekan. Qilsa bo'ladi. Buni ham komplekt qilib berib yuboramiz, если что. Kelishsak bo'ldi. Xo'p, aziz obunachilar, ko'rib o'tyapsizlar. Bular почти legenda deydi-yu, shunaqa narsa ekan. Lekin shu tillarda anaqalar hammasi zo'r, xudo xolasa, komplekt beraman deyapti. Общий hammasida komplekt. Hozir yana ham o'zi bilan gaplashib ko'ramiz, lekin ishlashlari juda ham zo'r deyapti. Shuni ham yana ham tekshirib ko'ramiz hozir, xudo xolasa. Nimaga o'ylaymi? Farqi yo'q, 15, 18, 28 deb bo'laverasiz. Tak. Bu yoqqa jonivar. Jonivar. Tak, bu qayerda edi bu jonivar? Mana uni tushirib qo'ysak bo'lmaydimi? To'xta hozir. Tak. Tas ulandi. Bundan qo'yamiz muzikani. Baxtiyor aka ko'rdik. Xo'p. Aparatlaringizni ko'rdik. Yomon emas, yaxshi. Ishlashlari ham yaxshi. Nima deydi? Oshlarga, mana kichkina bemalol kichkina to'ylarga. Bo'ladi, bemalol. Nechta to'yda o'tkazdik. Katta artistlarga ham qo'yib berdim-ku men buni. Diskotekalarni paxta payti diskoteka qo'yardik. O'sha Anvar G'aniyib, bu yerda ana G'iyos Boytavlar kelganda qo'yib berganman. Maza qilib aytishgan uni. Problema bo'lishi ayniqsa mana bu. Tanka ishlaydi. Gap bo'lishi mumkin emas. Endi prosta mana to'y qiladigan bo'lib qolganman, o'g'limni uylantiradiganman, majbur sotyapman. Aytak sotish niyatim yo'q edi lekin. Bo'ldi aka, xo'p. Mayda chuydalar. Hammasi shu turishi, mana shu turishi, kompyuterdan tashqari. Hammasi shu turishi necha pulga berib yuborasiz aka? Naqd. Naqd sanasa 10 millionga shunday berib yuboraman. 10 million. Maydalashmaysiz? Yo'q, maydalashim yo'q. Shunday, bo'lib ber, uni olib ketaman, buni olib ketaman, yo'q, kerak emas. Shunday keladi, 10 million shunday ishtir sanaydi. Polni komplekt bilan chamadandan berib yuboraman anasini deyapsan. Kimga sotsa sotaverasiz? Sotaveraman. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Bo'ldi aka. Siz tushundim, xudo xolasa telefon nomerlarini qo'yamiz. Bemalol telefon qilinglar, xudo xolasa olib qo'yinglar. Yaxshi narsalar, chunki eski narsalar yig'ib o'sha legenda narsalar deylik, yig'ib shunaqa qilib qo'ygan. Olasiz, bitta komplekt qilasiz, bitga faqat nima agar kimgadir nis kerak bo'lsa, nis qo'shib olish mumkin, boshqa qo'yish mumkin. Lekin shunda ham yomon emas. Zo'r. Musa rahmat aka, ko'rishamiz. Salomat, ko'rishamiz, xo'p. Xo'p, salomat bo'ling. Endi Can we give you